Siz hozir ko'rib turganingiz shunchaki olov bilan o'yin emas. Bu Hindistonning Karnataka shtatida o'tkaziladigan dunyodagi eng noodatiy va xavfli diniy marosimlardan biri. Bu yerda odamlar bir-biriga haqiqiy olovli tayoqlarni otishadi. Ushbu marosim har yili aprel oyida o'ylab topilgan Ma'buda Durga sharafiga o'tkaziladi. Ishtirokchilar ikki guruhga bo'linadi va bir-biridan taxminan 10-15 metr masofadan turib, yonayotgan palma shoxlarini bir-biriga qarata uloqtirishadi. Maqsad o'z e'tiqodini va jasoratini isbotlash. Qizig'i shundaki, har bir ishtirokchiga faqat 5 marta olov otishga ruxsat beriladi. Ularning egnida faqatgina an'anaviy to'q rangli mato bor xolos. Tananing yuqori qismi esa ochiq. Bu naqadar og'riqli bo'lishini tasavvur qilyapsizmi? Mahalliy aholining fikricha, agar kishi chin dildan e'tiqod qilsa, bu olov unga zarar yetkazmaydi. Kuygan joylarga esa soxta ma'budaning soxta muqaddas suvidan sepiladi. 8 kun davom etadigan ushbu bayram oxirida barcha kelishmovchiliklar unutiladi. Insoniyatning e'tiqodi ba'zan mantiq chegaralaridan anchagina uzoqlashib qoladi.